Boya Cobalt'imizga ham ventilyator, ham datchik qo'yib berdik. Mana temperatura 2.1. Skors 2 da turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. 2 da turibdi. 2.1, 1.9. Shu 1 lagacha tushadi tushgan taqdirda ham. Effekt bo'ladi. Baribir effekt bo'ladi. Har doim har qanday holatda ham effekt xudo xolasa normal holatda ishlaydi. Ya'niki smart ventilyatori ko'rishingiz mumkin. Buni ham oyog'idek обычный holatda, o'zini holatda mana 0.1 kirga qo'yib qo'yamiz. Mana knopka o'chdi, bo'ldi. Smart ventilyator o'chdi. Aynashni to'xtayapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, yoki qiziq bo'lsa, o'zimizga murojaat qilsangizlar, xudo xolasa ishlarni sifatli qilib bitkazib beramiz. Bizdan uzoqlashmaysizlar, xudo xolasa konditsionerni 0 gradusgacha tushirib, bezarar qilib 0 gradusga tushiradigan qilib beramiz. Qo'l suv. Bo'ldi. Tan joylar sog' bo'lsin. Bizdan uzoqlanmaysizlar.